Agarda Olmazor eng yaxshi lokatsiyalardan kvartira qidirganlar bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'rmaysizlarmi, ukalar? Olmazor tumani Qoraqamish 2-4da 234-maktab bormi? Xuddi shuni yonginasidagi 4 etajli g'ishli domni 3-etaj joylashgan, maydoni 85 kvadratli 4 xonali kvartira srochno sotiladi. Batafsil video davomida ko'rib chiqamiz va narxi bilan aytib o'taman. Asosiy pod'ezd eshigidan kiraverish kichkinagina hol, xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Kiraverish dekorativniy oynalar, xonalarni bitta-bitta ko'rsatib beraman. Bu birinchi katta zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Remontlarni ko'ryapsizlar, polностью yevro remontda. Har bitta xonani e'tibor beraylik, o'zini ko'chaga qaragan oynalar bor. Kattali yotoqxonasi birinchi, ikkinchi kattali yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Remontlari zo'r holatda. Shundoq kelasizlar, yashaysizlar. Yevro mebel texnika va navbatdagi katta zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Remontlarni ko'ryapsizlarmi? Shunchaki yorvoshdi, razdельный alohida sanuzollarni ko'radigan bo'lsak, bu yerda kuxnya joylashgan bo'ladi ayollarimiz uchun. Polностью komplekt holatda mebel texnika jihozlari bilan o'zini ovqatlanish joylariga ega. Olmazor tumanida Qoraqamish 2-4 botda 234-maktabi yonginasida 4 etajli g'ishli domni 3-etaj joylashgan 4 xonali 85-3 botda 92.900 ga qo'yamiz. Pastda egalar nomeri bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.